Assalomu alaykum ayslar. Sizlarga bugun xotirangizda yana eslatib qo'yamiz. Assalomu alaykum ayslar. Bugun sizlarni bolaligingizga yana qaytaramiz degan umiddamiz. Siz Samoviy ish haqidagi serialni albatta ko'rgansiz va yana bir bor o'sha serial haqida sizlarga eslatib o'tamiz. Samoviy ish 2003-yilda 2004-yilgacha suratga olingan drama hisoblanadi. O'zbekistonda ilk marotaba Yoshlar telekanali orqali 2009-yil adashmasam mart oyidan efirga uzatilgan va juda ham O'zbekistonga ushbu serial mashhurlikka erishdi. Hattoki Yaponiyaga ham mashhurlikka erishgan ushbu serial. Serialning bosh qahramonlari juda ham ajoyib rollarda ijro etgan va hammada yuragidan joy egallagan ushbu serial. Asosiy aktyorlar Choi Ji-woo, Kwon Sang-woo, Kim Tae-hwa, Shin Hyon-jun, Lee Hyo-yeon, Lee Won. Ushbu serial Janubiy Koreyada suratga olingan. Serial translyatsiyasi davri 2003-yil 12-martdan 2004-yil 5-fevralgacha davom etgan. Serial reytingi o'rtacha 38% tashkil etgan va 45% tashkil etgan dunyo bo'yicha. Serial sizning albatta bolaligingizni eslatadi. Serialda agar yana sog'ingan bo'lsangiz, siz ushbu serialni o'zbek tilida yana internetdan topib ko'rishingiz mumkin. To'liq seriyasi 1-qismidan 20-seriyagacha davom etgan. Ushbu serial juda ham qiziqarli. Agar vaqtingiz bo'lsa, ushbu serialni qaytadan ko'rishni tavsiya etamiz va bolaligingizga yana qayta xotirangizga bolaligingiz yana keladi. Ushbu serial haqida serial juda ham ajoyib, juda ham zo'r. Bugungi qisqa videorolik shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.